Rahmat. Azizlar, ko'rib turganingiz hozirgina hijoma kursini tugatdim. Endi bu sizga men kerak emas. Mana endi kurs ochsa ham bo'ladi. Ketdik. Sizlar ham 2 kun mobaynida hijoma va zuluk kursini mukammal darajada o'rganishni istaysizmi? Men Shohjahon Rahmatullayevich bo'ylariga bo'ytibor Shohjahon. o'zimning 18 yillik tajribamga tayangan holda Nechaga kirdingiz o'zi? 22 yosh, ancha tursangiz odam ishonish kerak. Uka, masala bu aferistdan desam, qizil jinni ekansan. Sizlarga o'zimni shaxsiy kursimga start berdim. Kursim mobaynida nimalar o'rgatiladi? Oddiy hijoma qilish, ustli hijoma qilish, kartochkali hijoma qilish, manqasqonli hijoma qilish. Ola, oshib ketdi endi. Hozir men sizga ko'rsataman kim apresligini. Mana pichoq. Mana. Odamlar ishontirish kerak-ku, shunaqa deb qilolab yengil. Amerika ochishimiz kerak-ku. Xizmatlarni barchasini 2 kun mobaynida o'rganishingiz mumkin azizlar. Ha, aytgancha men hozirgi kunga qadar 612 ta shogird chiqarganman. Buni ham bitirding shekilli? Bilaman, kecha bitirganimni xilofi boshqalar bilmaydi-ku. Necha sertifikat? O'zi uka nega katta ketasan? Bunda ahvolingga qaragin. Bonus sifatida 7 ta emas, 8 ta emas, 14 ta sertifikat beraman. Zabardast, baquvvat ekansiz. Ularning ichida xalqaro ham bor, qo'ni-qo'shnidan ham bor, kechki qolganingizdan ham bor, yaxshi ovqat qilganingizdan ham bor. Bularni barchasini bitta kursimda o'rganishingiz mumkin azizlar. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Bo'ldi endi. Yo'masam joylarim soni to'lib qoladi. Nega aldingsan? Oxirgi paytlarda shunaqa videolarni juda ham ko'p guvohi bo'lamiz. Men nima demoqchiman? Kurs ochayotgan insonlarga shuni aytmoqchimanki, kurs ochishga shoshilmanglar. Men buni shogirdlarimga ham doimiy ravishda ta'kidlab kelaman. Kurs ochish o'zini yo'liga, lekin ishlamasdan turib, bilmingiz bo'lmasdan turib kimgadir nimadir o'rgatasiz. Va oxiriga kelayotgan insonlarning aksariyati shunaqa insonlardan bezor bo'lib, puli kuyib kelgan insonlar kelyapti. Ya'ni endi kurs ochgan, o'zini taniqli ko'rsatadi, internet orqali va ularda o'qib chiqadi, puliga kuyib kelgan insonlar. Iltimos qilaman sizlardan. Kurs ochishdan oldin ozgina bilim va tajriba kerak. Chunki bizani oldimizga hali o'zimizdan necha yil mobaynida ishlab kelgan bo'lsa ham, necha yil mobaynida ko'rmagan kasallarimiz keladi. Ular bilan qanaqa ishlash, nima ishlash, o'zimizdan vaqt kelsa, doktorlar bilan maslahat qilgan holatda ishlaymiz. Iltimos qilardim sizlardan. Videomizni to'g'ri tushunasizlar va kurs ochayotgan yaqininglarga yuborib qo'yinglar. Hammaga xayr.